Bir yil orasida hozir kuchayib ketib qolib, va shu loyihalarni ko'pini sotib tashladilar. Des degan loyiha. Boshqa kompaniyalar bilan ishladilar-da, keyin o'zlari alohida chiqib, katta kompaniya ochib yubordilar. Nimaga pul tiksangiz yaxshi, tilla olib qo'ysangiz yaxshimi, misol uchun dehqonchilik qilsangiz yaxshimi? Bemalol ishni tepib kirasizda. Voy, O'zbekistonda ham taxminan shunaqa narx-ku aka. $130,000 sotasizmi desam, yo'q sotmayman dedi. Bor farzandlarini shu yerda o'qitadi. Ularga ijod qilib beradi. Yoshlikda u dalada katta bo'lganmiz. Dalada katta bo'lganmiz. Yo'q, adres katta odam bo'lganmilar. Bozorlarda o'sha so'kishishni bor yo'qolib, mashinamni ko'rganmiz, to'ppa-to'g'ri. yo'q qilib yurishardi-da. Boshida $5,500 bilan xonadonni oladi. Kimga pul beradi? 50-60 mingni sizga berib sizni hozir 3 marta ko'ryapti. Biz o'zbeklarimiz nechinchi o'rinda deb o'ylaysiz? Boya aytdim-ku, mana shunday odam hech qachon kuchayib keta olmaydi. Yaxshi niyat qilman, sizlar yaxshi niyat qiling, yetishtiradi. Baland niyat qildim, o'sha yerda yana Mercedes bir bedroomdan. Assalomu alaykum, g'ilraydoshlar deyman. Charchamayapsizlarmi? Biz hozir Dubayga kelganmiz. Dubayda nima qilamiz desa, 1 yilmi, 1,5 yil oldin keldik oldimizga. Bular uy sotardilar Dubayda. 1 yil orasida hozir kuchayib ketib qolib, va shu loyihalarni ko'pini sotib tashladilar. Menga juda qiziq. O'sha paytda o'zim ham bilmasdim Dubaydan uy olgan odam hech pul foyda qila oladi. Nimaga o'zi Dubaydan uy olish kerak? To'g'risi, mana Toshkentda uylar tiqilib yotibdi. Zo'r. Shular to'g'risida ma'lumot olamiz. Yana bitta zo'r yangilik, Dubayda yangilik Mercedes degan loyiha. Loyihani ko'rib maza qilardim. O'zim ham qani edi, men shunga niyat qilib qo'ydim. Mana shunaqa byudjet yig'ib o'sha yerda tezroq ovarish. Eng qizig'i, Bekzod aka, bular mana Bek Real Estate. Necha yil bo'ldi shu soha bilan shug'ullanayotganingizga? Jami 4 yil bo'ldi soha bilan shug'ullanayotganimizga, lekin kompaniyamizni ochganimizga yaqinda 1 yil bo'ladi xolos. Da, shu sohada shug'ullandilar. Ya'ni boshqa kompaniyalar bilan ishladilar-da, keyin o'zlari alohida chiqib, katta kompaniya ochib yubordilar. Hozirda bitta like bosib qo'ying-da, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki rosta gazib ilm bo'ladi. Ya'ni byudjet orttirsam Dubaydan yo'sam yaxshimi, O'zbekistondan yaxshimi, nimaga pul tiksangiz yaxshi, tilla olib qo'ysangiz yaxshimi, misol uchun dehqonchilik qilsangiz yaxshimi, bilmayman. Shu to'g'risida ma'lumot olib, puli bor tanishlaringizga tashab qo'ying, bitta variant. Tanishlaringiz mana shu Dubayga kelib turib, uy olishsa, siz ham Dubayga kelgan paytingiz bemalol ishni tepib kirasizda. Uyda bir hafta qolaman deb ketaverasiz. Tak, bismillah. Qaysi loyihadan boshlaymiz ko'rsatishni? Bu tugab bo'ldimi, sotilib aka? Agar loyiha bunda bor, shu $3,800,000 dan. Bu sa'alar qimmatroq ekan. Bitta ish qilamiz. Xalq bor, ya'ni o'rtacha biznesmen ham ola oladigan bironta loyihani ko'rsatsak. Mana menga qiziq. 2 yil, 3 yil oldin mana shu yerdan uy olgan odam, mana shu Dubaydan sotgansiz-ku. 2 yil oldin. Ko'p uzoq vaqtga qaramaylik. O'sha paytda nech pulga olgan odam hozir nech pulga sota olyapti. Yoki uy olgan odam bitta mana nech pul yillik daromad qiladi arendadan shunchaki. Shu narsa qiziq. Juda yaxshi savol berdingiz aka. Mana uzoqqa borish hojati yo'q. 1 yil avval, xuddi mana shu 2025-yil yanvarida bir akamizga 1 bedroom sotganmiz, ya'ni umumiy 2 xona bo'ladi, zali, spanli. Ha, bitta zal, $270,000 ga sotganmiz. $270,000. Uy umumiy qiymatimi? Uy umumiy qiymati, lekin 5 yil rassrochkasi bor. Voy, O'zbekistonda ham taxminan shunaqa narx-ku aka. 5 yil rassrochkasi bor, 10% boshlanish to'lov. Eng qiziq joyi xuddi o'sha mijozga o'tgan yil sentabrda bordimda 2005, ya'ni 9 oy o'tib borib, akajon shu uyingizga mijoz bor, $330,000 ga sotasizmi desam, yo'q sotmayman dedi. Voy, to'xtang. 9 oy ichida. Ya'ni 9 oy ichida $50,000 shunaqa bo'pti. Shunchaki qimmatrog'iga berasizmi desangiz bermadilar. Ha. Lekin 60,000 bo'ladi, 270,000 olgan. 60. Eng zo'r joyi u mijoz hali 50% to'lovni ham qilmagan edi o'sha vaqtda, sentabrda. Demak, $270,000 bo'lsa, aytinglar endi 140,000, 135,000 berganlar. Lekin srazi $60,000 foydasi bor. Shunaqa variant bor edi, sotmadi. Demoqchiman, shunaqa mijozlarimizga ham chiqib qoladi variantlar. Yaxshi joydan, yaxshi proyektdan olsa, qisqa muddat ichida ham yaxshi daromadga sotishi mumkin, periprodaja qilib. Yoki ushlab turadigan bo'lsa, ijaraga qo'yadigan bo'lsak, short term deymiz, holiday home qilib ijaraga qo'ysak bo'ladi. Bu holatda kamida har oyda 1% dan ijara daromad berishi mumkin. Aytaylik, 300 mingga olgan uyi oyiga $3,000 dan degani, ijaraga. Zo'r ekanligi. Zo'r. Mana shu bitta proyektni ham ko'raylik-da. Chunki
bu loyiha sotilib bo'lingan, lekin juda ham o'zimizni o'zbeklar ichida mashhur loyiha bo'lgan. O'zimizni futbolistlar ham, tadbirkorlar ham, bloglar hammasi shu yerdan olgan. Sababi bu rayondagi eng premium proyekt bo'lgan. Yangi rayon, premium proyekt. Bu yoqda sun'iy o'zini plyajlari bor, hamma narsasi bor. Даже ba'zi xonadonlarning o'zini terrasada basseynlarigacha ham qilib qo'yganda. Mana qarang. Deyarli har bitta etajli terrasasida Juda ham chiroyli tushgan proyekt. Eng qizig'i aka, ko'pchilik biladiganlar biladi-yu, lekin ko'pchilik bilmaydi. Nahotki o'zbeklar shunchalik pul orttirib boylar ko'pmi? Dubaylardan uylar olib tashyapti deyishyapti. Ya'ni Dubaydan uy olayotgan o'zbeklar hozir ko'pmi shunchalik? Dubaydan o'zbeklar olayotgan ko'p hozir. Asosiy narsa nima bo'lyapti? Bular diversifikatsiya qilyapti. O'zini kapitalini, mana misol uchun o'sha Toshkentdan yoki Samarqand qayerdan bo'lsa o'sha uy joyini qilib qo'ygan, biznes yurib turibdi. Ular bu yoqqa ham tikyapti-da, diversifikatsiya qilib, kapitalni ushlab turibdi. Ertaga misol uchun qayta sotishi mumkin yoki ijaraga qo'yib, passiv doxod kelib turishi uchun bular bu yoqqa ham investitsiya kiritishni boshlagan. Yoki ba'zilar bor, farzandlarini shu yerda o'qitadi. Ularga uy joy qilib beradi. Shunchaki ko'chmas mulk shunaqa narsada, aytaylik, 2 yil oldin 300 mingga olsa, 2 yildan keyin aytaylik bitgandan keyin o'sha 500 mingami bilmayman, o'ldim degan 400 mingga chiqadi-da. Narxi oshishi bor. Tikkan pulingiz ko'payyapti. Sotib yuborsangiz momentalniy doxod olasiz yoki oyma-oy boqsiz, arendaga qo'ysangiz ham arenda kelaveradi, yana yildan yil ham arendadan foyda qilasiz. Ham ko'chmas mulkdan narxi oshgani hisobiga ikki tomonlama foyda qilasiz. Va shu zo'r narsa-da bor-ku. Eng katta biznesmenlar ham dunyodagi eng katta. Investorlar ham aynan ko'chmas mulk orqasidan shunaqa kuchayib ketishar ekanda. Ha, to'g'ri. Mana gigantlar bor, misol uchun Trampni ham bilamizda. Dunyoni juda ham ko'p shaharlarida Trump Tower, Trump organizatsiyasi orqali quriladigan juda ham ko'plab proyektlar bor. Dubayda ham misol uchun Trump golf estatlari bor, golf polyalari bor, Trump binolari bor. Hozir mana Saudiyada ham quryapti Trump. Ular o'sha magnatlar deyiladi, ya'ni o'sha недвижимостьning magnatlari, katta-katta mulklarga egalik qiladigan shaxslar hisoblanadi. Yana bir hozir Nodir aka esimga tushib qoldi. Bir ustozlarimiz gapi bordi. Ikki xil biznes bo'ladi deydi-da. Birinchisi o'sha оборотdan kelib turadigan bo'lsa, ikkinchisi ham sizga daromad beradi, ham bir vaqtda o'zida ana shu biznesni narxi oshib turadi deydi. Bunga misol keltirib, mana shu ko'chmas mulkka misol qilishadi. Chunki bir vaqtda o'zida siz passiv doxod olib turasiz va bir vaqtda o'zida uni narxi ham oshib turadi. Shunaqa biznesda ham aytishadi. Mana shu ko'chmas mulkda pulni topar deydi, hammani puli ko'payib ketdi, mana shunaqa investitsiya tikib qo'yib, doxod olayotadigan darajaga chiqsa. Alloh aytaylik, hammani ham martabasini urib qursin. Afsuski, hamma ham bunaqa ola olmaydi. Aytaylik 100% xalqdan aytaylik 1% odamlargina, balki 2% odamlargina mana shunaqa pul tikib investitsiya qilib qo'ya oladi. Lekin o'sha investitsiya qilib qo'ygan odamlarni surishtirsangiz, harakat qilgan odamlar-da. Ya'ni noldan o'zidan o'zi paq etib kuchayib keta olmaydi hech kim. Mana siz ham aka nima mol boqib yurmaganmisiz? Boqqanmiz, yoshlikda u dalada katta bo'lganmiz. Dalada katta bo'lgansiz. Yo, adres katta odam bo'lganmiz. Siz hozir Dubayga olib borib qo'yaman-da, paq etib birdaniga uy sotadigan kompaniyani boshliq qilib qo'yganman. Eslayman aka, ishonasizmi? Yoshligimda bir adashmasam shu 7-8 yosh edimda, bozorga chiqib dadam bilan birinchi bitta velosiped olganmiz-da. Shunaqa xursand bo'lganmiz, velosiped oldik uyimizga deb. Shunaqa xursand bo'lganmiz. Demoqchiman, Xudoga shukr, baribir sekin-sekin ota-onam duosi bilan harakat qilsa, o'sha odam muvaffaqiyatga erishib boraverar ekanda. Shunaqa borgan sari harakatini to'g'ri sababi bilan, ya'ni ilm bilan harakat qilsa aka, natija bo'ladi. Eng avval narsa hozir YouTube'da bemalol gapiraveraman. To'g'risida mana bir 2-3 yil oldin ham bozorlarda o'sha so'kishishdi bor yo'qol, mashinamni ko'rganmiz, to'ppa-to'g'ri yoqib yurishardi-da. O'sha paytda hamma qo'llab-quvvatlardi mana YouTube'da. Nodir bos, gazini bos, zo'r boplaysan, ularga ahamiyat berib to'xtamadida va to'xtamadik. Gap uchun emas. Lekin hozir arzon mashinani qo'yardik-ku, borgan sari qimmat mashinalarga talab menga ko'payib ketdi. Qimmat mashinalarni qo'yamiz, endi menda ko'proq negativlar ham paydo bo'lib qoldi, o'qib qoldim. Sen endi oyog'ing yerdan uzildi, qimmat mashinani qo'yapsan deb yig'layapman. Bu menga shunaqa kelishyapti. Qimmat mashinani qo'y deyishyapti. Mana даже mana Dubayga chaqirib, tasavvur qiling, mirovog уровеньdagi Dubaydagi uylarni sotyapmiz-da. Sen kuchayib ketding, xalqdan uzilding, valobatlar.
bu ko'rolmaslikdan aka, to'g'risini aytaman. Chunki mana kimdir bir 10 yil oldin mol boqib yuribdi-da, keyin kuchayib ketdi-da. Sen kim eding, mol boqib yurding, bo'ldi, molingni boqib yur, sen kuchayishga haqqing yo'q degandek ekan. Bu miyadagi cheklovda aka. Ha, sen 5 yil oldin misol bozorda choy sotib yuruvding-da, keyin 5 yildan keyin choy sex ochdi, zavod ochdi-da, bo'ldi, choylarni tarqatib qo'ydi. Zavod egasi. O sen nima zavod egasi bo'lib qolding? Bor, yana bozorga chiqib choyni sotavur deb, ana yomon narsa. Hech qachon mana shu kuchayib ketgan zo'r odamga hasad bilan qaragan odam kuchayib keta olmaydi. Oddiy qilib tushuntiraman-da. Aytaylik, mana shu Dubaydan olayotgan, uylar olayotgan biznesmenlarga ular harom puldan topgan, halol pul bilan unaqa topib bo'lmaydi deyshadi. Yo'q. Harom pul bilan unaqa kuchayib ketish iloji yo'q. Chunki harom pul 3 oy, 6 oy, 1 yil yuqar. To'ppa-to'g'ri. Bo'ldi, shu bilan ketdi. Ya'ni daviraga kira olmagan odam ma'lum bir miqdorda kuchayib keta oladi. 1 yil zo'r bo'lib yura oladi, zo'r yasha oladi, yaxshi mashina minadi, yo kirib ketadi, yo daviradan chiqib biznes o'qiydi, bo'ldi. Yildan yilga daviraga kirib halol to'g'ri ishlab, sekin-sekin kuchaymagan odam bu darajada kuchaya olmaydi. To'ppa-to'g'ri aka. Prosta ani boyib kuchayib ketgandan keyin qattiq qo'lroqdek ko'rinar o'sha odam, lekin qadamma-qadam chiqqanda. Xullas aytaylik, mana shundan uy olayotganlarni ko'rib shunchaki havas qilish kerak. Mana 1,5 yil oldin kelgandan, yo xudo, qani dedim, sen mana shunaqa joylarda uy olsak, ya'ni nahotki mana shulardan o'zbeklar minglab o'zbeklar uy olyapti deb havas qilib ketganmiz. Inshaalloh men niyat qildim. Hozir emas, mana shu yilning boshi, mana yilning o'rtalarida yoki mana shu yilning oxirida aka, menga zo'r proyektdan Dubaydan o'qib berasiz. Inshaalloh aka, Alloh nasib qilsa hech gap emas aka. Lekin sal hozir mana soat-pog'otlarimizni sotib turishimiz kerak bo'ladi. Ya bo'ldi. Ya soatga sotmay, soatam. Mana mana shu soat ham necha pul turadi mana? Rolex, Dijaz, balovatlar. Bir 15 ming turadi-da. 15 ming turadi. Ikkalamiz ekani sotsa, boshlang'ich to'lovga yetar ekan. Ha, baholasa. Bemalol. Ozgina gaplarga rozi bo'lasizlar. Faqat shu savdo qilib emas, oddiy gaplashib ham yuringlar deymiz. Ya'ni eshitishim bo'yicha, men kechami ana kuni so'radim, taxminan bir 30 ming dollaringiz, 40 ming dollaringiz bo'lsa boshida, boshlang'ich to'lovga 40 ming dollar olsa bo'ladi. Bo'lsa, shundan boshlang'ich to'lovga uy ola olar ekansiz. To'ppa-to'g'ri. Hozir loyihani ko'rsataman, shunchaki men o'zim mana shokka tushaman. Keyin qolgan pulini necha yilda to'lanadi? Bu loyihada qolgani 2,5 yil davomida rassrochkasi bor. Даже oyma-oy to'lovlari bor. Juda ham kam summa. Jami summani 0,75i. U degani 1% ham emas. Misol uchun uyi narxi 350 ming bo'lsa, bu yoqda примерно shu 3 ming dollardan oyma-oy to'lovi ham bor buni. Voy. Hozir bitta spalniga bitta zali bor uy yetasizmi hozir? Yo'q, bu yerda studiolar, bitta spalni, bitta zali borlar. Bu yoqda imni mana shu proyektda 613 ming dollardan boshlanyapti. Hop, studiyani o'zi necha kvadrat o'rtacha? Studiyani o'zi bu yoqda 36 kvadrat metr, bir bedrumlarimiz 60 kvadrat metr bo'ladi. Voy, men yaqinda uy qo'ydim Toshkentda. Aytganingizdek, studiya 26-25 kvadratli studiya uylarni ham qo'ydim. 25 kvadratli uylar Toshkentda studiya 100 ming, 120 ming dollar. 100 ming, 120 ming dollar. Bu yerda hozir necha pul bo'lyapti? Mana shu dahshatli proyektda 25-30 kvadrat. Asosiy 3-4 ta narsalar bor. O'shaning uchun narxlar shunaqa qo'yilgan. Birinchi narsasi downtown Burj Xalifaga yaqin, 12 daqiqalik masofa. Ikkinchi joyi o'zi Meydan Sheyx Muhammad bin Rashid City, ya'ni Dubay sheyxini nomiga qo'yilgan rayon hisoblanadi va eng muhimi bu binoni o'zida ham ko'rishingiz mumkin. Har bitta binoda Mercedes logotipi joylashgan. Bu Mercedes-Benz bilan kollaboratsiya asosida qurilayotgan proyekt. Umumiy maydoni 83 gektar. Mana shu yerda 14 ta bino bo'ladi, ko'p qavatli bino. To'xtang, bir xonali studiyani hozir men o'sha 35 kvadratli necha pulim bo'lsa to'lab, boshlang'ich 10%. Mana necha pul bor? 35 kvadratli. Qarang. Joy. Boshlang'ich 36 kvadrat, 355 ming dollar. Umumiy narxi. Boshlang'ich to'lovingiz umumiy 14% bo'ladi. Sababi birinchi 10% uyga, 4% Dubai departamentiga to'lov bor, bir martalik. 355 mingga hisoblang. 355. Ko'paytiramiz 14 ga. Ko'paytirsak bo'lyapmizmi? Ko'paytiring 14 ga. 14% chiqadi, foizga. 49700 dollar birinchi to'lov bo'ladi. 50 ming. Birinchi to'lov bo'ladi, lekin buni ham bir oy ichida bo'lib to'lasa bo'ladi.
Ha, 305 ming qilyapti. Ha. To'xta. Ha, to'xtang, o'sha 50 mingni bir oy ichida bo'lib to'lasa bo'ladi. Ya'ni boshida bir 40 ming. Boshida 5,5 ming dollar bilan xonadonni oladi. Ha. Keyin qolgan 44,5 mingni bir hafta, 2 hafta, 3 hafta kerak bo'lsa, misol bir oygacha gaplashib beramiz. Qilsa bo'ladi to'lovini. Undan keyin 2 oy yana muhlat beriladi. 2 oy muhlatdan keyin yana 10% to'lovi bor. Keyin har oyda boya aytganimizdek 0,75%. U где-то 3000 dollar, 3200 dollar bo'ladi. Tuyov ketadi. Xudo xolasa. Bu yerda misol uchun o'sha studiyalar ijaraga qo'yadigan bo'lsangiz, holiday home qilib bemalol 1% beradi. 3,5 ming dollar har oyda ijaraga topsa bo'ladi. 35 kvadratli olsam, o'rtacha 3000, 3,5 ming dollarga arendaga olishadi. Qo'ya olaman. Bemalol. Airbnb orqali qilib qo'ysa bo'ladi. Bo'ldi. Necha yilda bitadi? Proyekt 2,5 yilda, umumiy community 3,5 yil uzog'i. Chunki Bingatti kompaniyasi Dubayda eng tez qurilish qiladigan kompaniya. Eng tez. Misol uchun aytaylik, mana shu o'rtada eng katta bino, MR yoki sho'ba 4 yil vaqt oladigan bo'lsa, Bingatti 2 yilda bitiradi. Juda ham tez qurilish qiladi. Chunki bularda construction kompaniya hammasi o'ziniki. MR misol uchun ularda developer, lekin construction kompaniya u boshqa outsourcing. Qiyin ataman aytyaptilar, lekin sal o'zbekcharoq ayting, mana shuni outsourcing, development nimasidan qarang. MR hamma tushunadi. MR proyekt qiladi, pulni tikadi, qurilishni boshqa odam qiladi. Ha, MR pul tikyapti, qurilishni boshqa odam. Asosan ular Xitoylar odamlar, Xitoyliklar. Burj Xalifani ham Xitoylar qurgan. MR pul tikkan. Prognozingiz bo'yicha mana shu 350 mingga oldi, hozir patkatlagan, to'g'rimi? 350 mingga oldi. 2,5 yil o'tdi, bitta. O'sha nesh pulga mayli ana sotib yuborsa bo'ladi. Qarang, buni taxminan tayyor bo'lgandan keyin sotsa yaxshi. Imini mana shu proyektni. Ha, shu tayyor bo'lgandan keyin. Sababi bu yerda ikki xil mijozda bo'lamiz. Misol uchun, birinchi mijoz aytaylik, перепродажаga olishi mumkin. Ikkinchi mijozi tipi passiv dohod uchun olishi mumkin. Misol, olib qo'yib, sekin ijaraga qo'yib qo'yaman, sotuvga shoshilmayman, sekin sotaman deydigan mijoz bo'ladi. O'sha passiv dohod qilmoqchi bo'lganlarga studiya beramiz. Chunki bu proyektda studiyalar soni nisbatan ko'p. Перепродажа qilaman deydigan mijozlarga ko'proq 2 bedroom yoki 1 bedroom taklif qilamiz budjetidan kelib chiqib. Ularning soni cheklangan, kamroq. Ularni перепродажа qilishga ham osonroq bo'ladi. Studiyalar bo'ladigan bo'lsa, studiyani tayyor bo'lgan ijaraga qo'yib turib, keyin sotsa, menimcha bo'lmadigan bir 400 minglarga sotsa bo'ladi. Sababi hozir bu yerda o'zi promotion, o'zi asl narxi 400 ming, lekin hozir bular yangi zapis bo'lgani uchun 355 mingdan beryapti. Demoqchiman, bo'lmadi deganda shu 400 mingga sotsa bo'ladi. Gap yo'q. Xullas boshlanish aytaylik 10%, 5% bilan mana shu Dubaydan mana shu loyihadan olsangiz bo'ladi. Undan tashqari juda ko'p Undan tashqari ko'p loyihalar bor. Boya aytgandek, 5 yillik, 6 yillik rassrochkali proyektlarimiz ham bor. Zo'r aka. Mana qarang, butun dunyo pul tikyapti hozir. Bugun yakshanba-yu. Bugun shu yerda odamlar kelib mijoz sotib qilib yuribdi, yakshanba bo'lsa ham. Keyin yana bitta narsa. Aytaylik, endi bu videoni hali Dubayda uy olish o'ylab ko'rmagan biznesmenlar yoki oddiy odamlarni, oddiy xalq o'zimizni jigarlan tilda gapirsam. Kimga pul beradi? 50-60 mingni sizga berib yuborsa, sizni hozir 3 marta ko'ryapti, o'zi. Ana bizda chunki loyihalar bor, mana O'zbekistonda, to'g'risini aytaman, boshlang'ich to'lov 10%, 20% olib, qurilishni boshlab, yo'q bo'lib qolayotgan kompaniyalar bor O'zbekistonda. Borda. O'shanga men o'zim shaxsan fikrim, siz yana qo'shimcha qilarsiz. Dubay 2-3 marta keldim. Dunyoda eng xavfsiz shahar deydim, davlat shahar. To'g'ri, xavfsiz hisoblanadi. Eng xavfsiz. Ko'chada men javob beraman, sumkangizni 50 ming dollar puli bilan sumkangiz tushib qolsa, taksiga tushib qolsa, qaytarib olib kelib berishar ekan. Shunaqa. Olib kelib beradi. Shaxsan o'zimizda shunaqa bo'ldi. Bir bagaj yuklarimizni taksida qolib ketdi, qaytarib olib kelib berishdi. Keyin bir bitta sherigimiz 5-6 ming dollar puli bor. Kashloga kafeda qolib ketdi. Aylanib iziga tushib qoldi. Borsa o'sha joyda turibdi. Ha. O'tda qonunchilik kuchli, mabodo o'g'irlik bilan shu olsa, bilmayman, u qamashadimi, qo'l kesishadimi, nima hisobda qilishadimi? Bular qo'l kesish nima qilmaydi. Hozirgi vaqtda bular o'sha
qattiqroq qamoq jazosi bo'ladi, jarimalar, oxirida keyin deportatsiya qiladi. Ha, o'shanga bu Juda yerda qattiq. o'g'riliklar, mashinnikliklar deyarli yo'q. Yo'q, yo'q. Endi boyagi savolingizga to'lovni kimga qiladi, Ha. nima bo'ladi? Dubayda mana 2008-yilda ham boyagi mировой krizis bo'lgan vaqtda ko'p застройщикlar chiqib ketib yuborgan. Застройщик, ya'ni sizniki mana shu Aldanib qolgan. sotadigansizlar. Yo'q, bizdagi emas, застройщикlar. Biz misol broker Quruvchilar. kompaniyamiz, Ha, quruvchilar. quruvchilar, ha. quruvchilar. Quruvchilar chiqib ketganda ko'pchilik aldanib qolgan. O'sha vaqtda o'zida 2008-yilda hokimiyat nima qilgan? Sraz boyagi escrow accountni joriy qilgan. Ha, eskruni. Ha, bizda endi bo'lyapti-ku. Ha, escrow accountni joriy qilgan. Endi Ya'ni hozir mana eskruvsi. Yana nimaligini ham escrow account bu yerda bank aralashmaydi, bu yerda primoy davlat o'zi. Dubay departament hokimlik o'zi kontrol qiladi. Mana misol uchun proyekt bu yoqda nomi Mercedes-Benzmi? Escrow account ham shunaqa nom bilan chiqadi. Escrow Mercedes-Benz account shunaqa nom bilan chiqadi. Endi to'lovni ham xuddi ana shu escrow accountga qilasiz. Xudo ko'rsatmasin, застройщик mabodo bankrot bo'lsa yo bir kor hol bo'ladigan bo'lsa, siz pulingizni kimdan talab qilishni bilasiz. Bu boyagi Dubay yer departamenti hokimligidan pulingizni talab qilasiz. O'sha tarafdan ham уже xavfsiz bo'lib qolgan. Shuni hisobida mana dunyo bo'ylab yo'q investorlar kirib yotibdi. Mana bugun ertalab statistikani o'qidim. Birinchi o'rinda boyagi Hindiston turibdi, undan keyin Velika Britaniya, tikayotganlar. ha, keyin bizda Xitoy bor hozir mana, Eron bor, juda massiv darajada kirgan, Shveysariya bor, tasavvur qilyapsizmi? Shveysariya qiyinsiz ketyapti. Qurilishiga pul tikyapti, to'g'rimi? Yo'q, mana shu uy-joy olish bo'yicha individual shaxslar. Shveysariya. Ha, individual shaxslar. Yevropa mamlakatlar juda ham ko'p, sababi u yoqdagi muhit, boyagi soliqlar ko'pligidan bular Dubayga kiradi, chunki Dubayda boyagi soliq masalasi yo'q. Endi biz o'zbeklarimiz nechinchi o'rinda deb o'ylaysiz? Dubayga pul tikish bo'yicha, ya'ni Недвижимость olish bo'yicha. Недвижимость olish bo'yicha aytaylik dunyoda qancha 200 tadan oshiq davlat bormi? Lekin o'sha bir 5 ta topini sanadingiz. Bilmayman, bir 30-o'rinlarda tursa kerak. O'sha statistikani boya ko'rdim ertalabda. Biz o'zbeklarimiz alhamdulillah hozir top 20 talikda. Voy, butun dunyo bo'yicha Tasavvur qilyapsiz. 200 ta davlatning ichida Dubayga investitsiya qilayotgan davlatlar ichida top 20 tada. Lekin bu hali yana kam. Sababi protsent bo'yicha bu 1% ekanda. U protsentga bo'lib chiqqanda 11% Hindistonliklarga tegishli, 9% yana davlat tegishli. Shunaqa qilib bo'lib chiqqanda 1% bizniklar. Ha, bo'ldi. 20 talik. Lekin baribir bu demoqchi ob'yom masalasi bo'yicha men hali ham kam. Ob'yom bo'yicha baribir ko'pmiz degani, chunki hindistonliklarning sonini soni bo'yicha agar aytaylik Hindistonda ham 30 million, hamma davlatda 30 million tada xalq deb hisoblasa, agar top 3 ta yo 5 taliga kirsak kerak. Xudo xolasa. Agar xalq sonini bir xilda deb hisoblasak, tasavvur qiling. O'psha, to'g'ri. Aholi sonini hisoblasak shunaqa bo'lishi mumkin. Men ham niyat qildim, ya'ni hozir bular bilan kelishib oldim. Ozgina hozir yig'ib chatib bitta investitsiyaga olib qo'yamiz. Lekin men o'ylantirganim hozir mana shu 355 ming dedingiz, boshida hozir endi sotuv ochilgan. Aytaylik 355 ming. Har oy oshishi mumkin bu, to'g'rimi? Narxmi? Oshishi mumkin. Bu yerda hozir birinchi zapskda 355 mingdan bir hafta yog'ida narxi o'zi застройщикка o'zi oshirib qo'yadi. Yo'q-a? Boshida hammani e'tiborini jalb qilish uchun shunaqa arzonroq berishyapti. Shunaqa, yangi zapskda arzon chiqadi. Demak, hozir harakat qilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Lekin xullas, mana shunaqa. Agar biznesmen bo'lsangiz, ortiqcha pulingiz bo'lsa, o'zi pul ortiqchasi bo'lmaydi. Ya'ni pulingizni yana ham investitsiya qilib, O'zbekistonda 2-3 ta uy olib qo'ygansiz, biznesingiz yurib turibdi, Dubayga investitsiya qilib qo'ysangiz, ishonchli olib beradigan kompaniya kerak bo'lsa, Bekzotaga aloqa chiqarasizlar. Adashmasam 1,5 yil oldin keldim siz oldingizga. 1 yilmi, 1,5 yilmi? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi. Orada nechta uy sotganlar. Lekin birontasi boya aytdim-ku, mashinnik odam hech qachon kuchayib keta olmaydi. Allohchi odam 3 oy yoki 6 oy yoki bir hafta bir mazza qilishi mumkin, uzoqqa borishi mumkin. Shunaqa. Nafs quli bo'lgan, ya'ni bittada yeb zo'r bo'lib ketaman deydi, bo'ldi, shu bilan yo'q ketadi. Lekin aytaylik 4 yildan shu sohadalar 1,5 yil oldin men o'zim kelib polnicha tanishib chiqqanman. Ishonchlari oshyaptiki, odamlarning ishonchi. Ulardan pul uy oladiganlar soni ko'payyaptiki, o'shaning uchun dal ishlayaptilar. O'zlariga aloqa chiqarasizlar. Nimani hisobiga siz
boshqa mana shunaqa uy sotadiganlarga nisbatan zo'r ketyapsiz. Nimangiz qulay bo'lyapti ko'pchilikga? Endi asosiy narsa Nodirxo'ja aka, o'zi ko'p biznesni, tadbirkorlarni gaplashsak, birinchi maqsadi pul ishlash, pul topish, ko'paytirish bo'lib qolar ekanda. O'zi bizda ham qachondir shunaqa narsa bo'lgan. Ochig'ini gapirish kerak. Qachondir biz ham shu ko'proq pul topsak, qornimiz to'ysa, boshqa degan nimalar bo'lgan, lekin sekin-sekin tadbirkorlar bilan yurib, yaxshi insonlar bilan shunaqa narsani tushunib yetdimki, har bitta biznesda qadriyat bo'lishi kerak ekan. Mana shu qadriyatni o'zimizni ichimizga og'ridan kelib chiqarganmiz. Bu qanaqa bo'lgan? Mana misol uchun 2010-yillari Toshkentda o'qib yurgan vaqtimizda, biz vodiydanmiz. O'qib yurgan vaqtimizda ko'p maklerlar bizni aldab qo'ygan. Hozirgacha esimdan chiqmaydi. Toshkentda. Hozir ham bor. Olikisda arzon ko'rsatishadi kvartira narxini. Zaklab tashing deydi, oddiy misol. Zaklab tashsiz yo'q qoladi. Aka, juda yomon narsa. O'sha vaqtda kimga dardimizni aytsak, eshitishmaganda, hech mana qilmaganda, o'sha narsa qolib ketdi. Endi mana hozirgacha bizni to'g'risi birov O'zbekiston makler deydi-ku, makler desa, biz endi makler emasmiz deymiz. Nimaga? Chunki bu уже yomoni qolib ketib qolgan bizda. Biz endi realtor, bu zamonaviy til realtor shunaqa deymiz. Qo'limizdagi bolalarga ham shuni aytaman. Birinchi yangi jamoaga odam qo'shilsa ham, keling deb tanishtirib, jamoa a'zolari bilan qadriyatimiz bilan tanishtiraman. O'sha berayotganda mijozlarga o'zing yoqtirib, o'zing sevib, o'zing ishonsang, застройщикda yoki proyektni keyin taklif qilgin deyman. Agar samleniya bo'lsa, shubha bo'lsa ozgina, qurilishda, sifatda uni bermagan. Ertaga bizga la'nat kelmasin. Undan ko'ra yaxshi narsa bergan, ertaga mijozni o'zi ham bizga qaytib keladi yoki yana atrofidagilarni taklif qiladi deymizda. Hozir mana juda ko'p mijozlar bor. Alhamdulillah, nasib ko'rayotgan bo'lsa, izoh yozib olishlari mumkin. Bizdan bir marta uy olib turib, 2-3 martalab olgan mijozlar bor. O'zini atrofidagilar bizga taklif qilganlar bor-da. Shuni hisobiga Xudoga shukr, mana shu darajaga keldik. Bitta mijoz kelaversa o'zi yana qayta olgan yoki atrofda yana 5-10 ta odamni bizga olib kelganda. Ko'p mana holat bo'ladi. Mana yaqinda misol uchun sentabrda video qo'ydikda, bir bloger bilan 2-3 ta mijoz yozyapti-da. Men biz застройщикdan uy oldim, maytdan uy oldim, sotib bering. Kim orqali oluvdingiz? Nima bo'ldi desam, o'zimni dugonam qizidan oldim deyapti. Begona emas, dugonam qizidan oldim. Nima bo'ldi? Nima ularga aytmadingiz? Sotib ber yo ijaraga qo'yib ber deb desam, o'zi yo'q, javob bermayapti deydi-da. Bizda mana shu kasallik yo'q. Bizda mana misol bugun oldimi, ertaga kupli-prodaja hujjatlar, kadastr, tayyor bo'lsa ijaraga qo'yish, per-prodaja qilish yo bo'lmasa orada misol uchun 10 yillik gold vizalar olish mumkin. Hozir investorlar shunaqa 10 yillik gold vizalar IDlar beriladi. U masalalardan yordam berish. Ertaga misol uchun biznesini ochmoqchi bo'lsa, u masalalarda ham biz dakansa yordam beramiz-da. Bo'ldi, uy olding, xayr emas. Shuni hisobiga Xudoga shukr, bozorda ham reputatsiyamiz yaxshi. Mana shu joygacha yetib keldik. Qalbdan qilyapsiz. Oxirigacha turib beryapsiz. Xuddi shunaqa aka. Kerakdan, to'g'ri qilishda gap katta bor-ku. To'g'ri aytdingizlar, u narsani bor-ku. O'zim shu narxga yoki shu joydan olgan bo'larmidim mana. Asosiy narsa xuddi shunaqa. Birovga mana o'zingiz olgan bo'larmisiz, super to'g'ri. Mana hozir o'ylab qoldim, bor-ku. Oddiy misol, o'zimdan misol. O'sha paytda 1 million edi, hozir 2,5 millionta odamim bor deylar. Nimaga? Mashinalarni klient keladi. To'xta deyman, o'zim shu narxga olgan bo'larmidim. Yo'q, aka deyman egasiga. Aka, bu narxga olmagan bo'lardim. Men shunaqa bersangiz olardim. Odamlarga ham shunaqa narxga qo'yaman deb shu gapni aytaman. Narxga qo'ymayman deb, janjal qilaman-da. Ya'ni shu oladigan odamni tomon bo'lib turib, xolis qilgani uchun mana shunaqa yildan-yilga yaxshi bo'lyapti, baraka toping. Xullas mana shunaqa. Nima deb tugatamiz? Rahmat hammaga. To'g'ri, hammaga rahmat. Bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta kommentga foydali bo'ldi yoki qanaqadir kamchiligi bo'lsa, mana bu joyda unaqa bo'ldi deb kommentga fikringizni yozib qoldiring. Bitta o'qib chiqaman. Shaxsiy o'zim bitta o'qib chiqib, like bosib chiqaman. Bitta, har bitta komment. Like bosib qo'ying. Yana niyat qildim inshaalloh. Har bitta ko'rayotgan odam nafaqat Toshkentdan, nafaqat O'zbekistondan, rayonidan 2-3 ta uylar olib, mana shunaqa Dubaylarga investitsiya qilib, uylar olib qo'yish nasib qilsa hammaga. Yaxshi niyat qolmas, sizlar yaxshi niyat qiling, yetishtiradi. Voy, kim olyapti ekan bunaqa uylarni, qanaqa odamlar oladi, yaxshi odamlar olmaydi.
haromdan topadi, unaqa bunaqa degan odam, yana aytaman, ko'rolmagan odam qiyin. Alloh bermaydi. Shunisi bor. Shuning uchun baraka topinglar. Bekzod akaning kontaktlari bor, profillari bor. Instagramda Bek Real Estate yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, batafsil qayerdan olsam yaxshi, nima yaxshi degan savollar bersiz, xolis. Ya'ni Xolis. o'zingizni og'ayningizdek aloqaga chiqasiz bemalol. To'g'rimi? Albatta. O'z yaqiningizda aloqaga chiqasiz, chunki men ham bir marta o'sha o'tgan yil kelib ko'rganman. O'sha og'ayni o'qib qo'yganmiz. Xolis javob beradi. Ya'ni sizga maslahat berish, kelib ko'rsatish, hammasi tekin. Rahmat. Shunaqa. Baraka toping, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Mana niyat qildim o'sha yerda, ya'ni Mercedes bir bedroomni